Assalomu alaykum. Zaifga bo'yicha kelganmiz. Navbatdagi katyolimiz Unit Lumina 20 modeli. Bularda muammo Y2 ошибка chiqib qolgan. Mana shu yerda o'zi nimasi bo'ladi. Shu yerda Y2 chiqib qolgan. Ogamlarda bular chaqirdilar, keldik. Biz tekshirganimizda bularda har yilda bir marta prokatga qilib tozalanib turmasa, первичный qozonida и вторичный teplobmenniklarida nakib yig'ilib, nasam ekan, to'lgandan keyin katyol перегревga tushib qoladi Y2 bo'lib. Shuni hisobiga bularda suv isitmagan, katyol yonib o'chib qolavergan, muammo bo'lgan. Biza kelib buni hammasini to'g'rilab, joyiga qo'yib ishlatib berdik. Mana hozir ko'rsanglar bo'ladi, уже suvni ochamiz. Bu yerda mana уже protok ishladi letniy rejimda. Olov yondi, mana. Olov yongani hozir ko'rinadi. Olov yondi. Mana sekin isishni boshlayapti. Mana olov mana bu yerda o'ng tomonida chiqadi unit. Lumina 20 modeli. Bu mana olov ko'ryapti. Bu ishlayapti. Hammasi yaxshi. Katyolingiz buzilsa yo shunga o'xshash xatoliklar chiqib bersa bo'ladigan issiq suv bo'lmasa, bemalol chiqsanglar bo'ladi.